Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqon. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, oldin bilan biz diqqatingizga huzuringizga sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tunishtiramiz. Diqqatingizda İstanbul Atatürk xalqaro aerodromida o'zini qo'shib portlatish hujumi yuz berib, bu 28-iyun iftordan keyin yuz berdi. 42 odam hayotini ayrilib, 238 odam yaralandi va o'lganlarning ichida bir Uyg'ur qarindishimiz ham bor. Bu xabarimizni qismada bo'ldi. Shuningdek, Xitoy Sharq Turkistonda eng ko'p o'lim jazosi ijro qilmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi. 6-navbatlik dunyo o'lim jazosi qarshi turish qurultiyi bu bayonotni e'lon qildi. Shuningdek, yo'qolib ketgan Uyg'ur farzandlarining echinishlik realligi mavzuli xabarimiz. Shuningdek, Xitoy bilan Tayvan munosabatining yomonlashayotganligi, Xitoy taraf bo'lsa Tayvan bilan munosabatni vaqtliq to'xtatganligini e'lon qildi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İstanbul aerodromida adam bomba hujumi yuz berdi. 28-iyun kech iftordan keyin İstanbul Atatürk xalqaro aerodromida adam bomba hujumi yuz berdi. Vaqada 42 kishi hayotidan ayrildi, 238 kishi yaralandi. 28-iyun kech iftordan keyin İstanbul Atatürk xalqaro aerodromida adam bomba hujumi yuz berdi. 3 hujumchi Atatürk aerodromi xalqaro yo'lovchilar kelish eg'izi va aerodrom metro bekiti qatorliq o'rinlarda avval atrofdagilarga o'q chiqargan, orqadan badandagi bombani portlatgan. Vaqada hozirga qadar 42 odam o'lib, 238 odam yaralandi. Bu terrorlik hujumidan keyin Turkiya bosh ministri Binali Yildirim İstanbul aerodromiga kelib, vaqa yuz bergan o'rinni ko'zdan kechirdi va muxbirlarga vaqa haqida ma'lumot berdi. Baş minister Binali Yildirim 29-iyul kechida bergan bayonotida İstanbul Atatürk aerodromida soat 21dan 22 minut o'tganda yuz bergan portlash hujum natijasida 36 kishining hayotidan ayrilganligini, ko'p sonda yaralanganlar borligini, 3 terrorchining avval o'q chiqarib, orqadan o'zini portlatganligini bildirdi. Bu terrorlik hujumi Turkiya va xalqaroda kuchli norozilik inkosi qo'zg'adi va la'natga uchirdi. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bu hujumni kuchli aybladi. Bu hujumning terrorlik tashkilotlarining begunoh fuqarolarni hujum nishoni qildigan qora yuzini yana bir qatim namoyon qilganligini ta'kidlagan Erdo'g'an, bu hujumning har qanday bir natijani qo'lga keltirishni emas, faqat va faqat begunoh insonlarning qini va azobini suiiste'mol qilish orqali dunyoga davlatimizga qarshi tashviqot materiali tepib berishni nishon qilganligi ochiqdir degan iborani ishlatdi. Baş minister Binali Yildirim yana mundaq dedi: terrorchilar taksi bilan aerodromga kelgan va hujum planini ishga oshirgan. Terrorchilar oldi bilan qo'ral bilan qora quyuq o'q atgandan keyin o'zini qo'shib portlatgan. 3 odam bombaning hammasi o'ldi. Vaqa yuz berib 5 soatdan keyin aeroplan qatnash uchishlari qaytadan asliga keldi. İstanbul Bakırköy sud mahkamasi qaror chiqarib, İstanbul aerodromidagi portlash to'g'risida butun matbuotlar, radio, televiziya, media organlarining bu qanliq vaqa to'g'risida xabar tarqatishiga, vaqaga aloqador rasm yoki sin ko'rinishini tarqatishga vaqtliq cheklama qo'yganligini bildirdi. Abdulhakim Bug'da ismli Uyg'ur terrorlik hujumida vafot bo'ldi. İstanbul Atatürk xalqaro aerodromida yuz bergan terrorlik hujumida aerodromda xizmat qildigan Abdulhakim Bug'da ismli bir Uyg'ur yoshmo hayotidan ayrildi. Türkiye matbuotları ve televiziya kanallarida Abdulhakim Bug'da ve uning Sharq Turkistonlik ekanligini ta'kidlab xabarlar tarqatildi. Egalanishcha marhum Abdulhakim Bug'da İstanbul Zaytinburnuda onasi bilan o'ltirdi ekan. Askarlikka qatnashib qaytib kelganiga 4 oy bo'lgan. U askarlikka berishdan burun Chalabi ismli bir tez yetkazish shirkatida xizmat qilgan bo'lib, shirkatning Atatürk aerodromidagi yuk selish o'rnida ishlagan. Abdulhakim Bug'da aerodromdagi terrorlik hujumida 3 yeriga o'q tegib, og'ir yaralangan va doktorxonada hayotidan ayrilgan. Marhum Abdulhakim Bug'daning dadasi burunli vafot bo'lgan bo'lib, uning vaqtsiz qazo tepishi onasi va urug' tuqqanlarini og'ir musibatga soldi. İstanbuldagi Uyg'urlar marhumning uyiga kelib, oilasiga ta'ziya bildirishmoqda. 30-iyun payshanba kuni asr namozidan keyin İstanbul Zaytinburnidagi Amina Inanç jamiyasining oldida Abdulhakim Bug'daning mayit namozi o'qildi.
uning jinozasiga turk bayrog'i yepildi. Zeytinburnu shahar boshlig'i Murat Aydın, Türk Hava Yolları Müdiri Temel Kotil, Türk Hava Yolları İdaresi Başlığı İlker Aycı, Abdülhakim Buğda'nın akilleri Asqar Buğda, Ahmet Buğda, İqbal Buğda ve Uruq Tuqqanları, İstanbul'daki Şarkı Türkistan teşkilatlarının mesulleri ve azaları, shundoqla Zeytinburnu ve etrafidagi rayonlardan kelgan Uyg'ur, Qozoq, Turk qarindoshlardan bo'lib, necha ming kishi Abdulhakim Buğda'ning meyit namoziga ishtirok qildi. Biz Abdulhakim Buğda ve bu hujumda hayotidan ayrilgan barliq musulmonlarga Allohdan rahmat tilaymiz. Uning oilasiga shundoqla musibatga uchragan barliq oilalarga sabr tilaymiz. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Kafi ehli iman. Aerodrom hujumchilarining kimligi oshkorlandi. İstanbul Atatürk aerodromiga hujum elib borgan 3 kishining O'rta Osiyolik ekanligi va 32 kun burun Istanbulga kelib, Fatih rayonida uy ijaraga elib o'ltirganligi aniqlandi. Türkiye axbaratlarining xabarlarida bildirilishicha, bomba hujumchilarining tojik yoki chechen ekanligi ilgari surildi. Bu 3 kishi 32 kun ilgari Istanbulga kelgan. Ular bu yerdagi bir uy mulk vositasiga Rossiya pasporti ko'rsatib, bir binoning birinchi qavatidan 1 yillik to'xtam bilan uy ijaraga olgan. Terrorlikqa qarshi turish soqchilari ular ijaraga olgan uy atrofidagi barliq bexatarlik kameralarga qarata tekshirish elib berish orqali uchaylarning soat 20 dan 35 minut o'tganda uydan chiqqanligini, 3 minutdan keyin qo'llarida chamadan ko'targan holda Aqsaray metro bekitiga yetib kelganligini aniqlagan. Ular Vatan yo'ldagi bir savdo saroyining oldidagi yer osti axlat sanduqiga bir qism narsalarni tashlab o'tgandan keyin soat 20 dan 45 minut o'tganda bir taksini to'sgan. Saqchilar ular tashlab o'tgan narsalarni aqtirib, ba'zi narsalarni tekshirish uchun elib ketgan. 3 odam bombani aerodromga elib borgan va saqchilar ifodasini elib qo'yib bergan taksi shoferi MB'ning bildirishicha 3 kishi iftor vaqtiga yaqin taksini to'sgan. Chiqqandan keyin turkcha faqat Atatürk aerodromi degan so'zni qilgan. Ularning qo'lda bir cho'ng, 2 kichik chamadan bor bo'lib, boshqa bir tilda paranglashib mangan. Taksi yarim soatda aerodromga yetib borgan. Ular aerodromning xalqaroliq yo'lovchilar kelish binosining oldida taksi kirasini berib tushib ketgan. Bu yerda saqlashga bo'lmaydiganligi uchun shoför tezli ayrilgan. Taksi shofirining aytishicha, ular aniqli chet ellik bo'lib, Chechen yoki Kavkaz rayonidan kelganlar ekan. Şoför ularda hech qanday hayajon yoki boshqacha ahvol bayqamagan. Endi qo'ral borligini bilolmagan. U aerodromdan ayrilib bir ozdan keyin portlash bo'lganligini va o'zining o'limdan qaytganligini bilgan. Ular ijaraga olgan uyning qo'shnilari ta'minlagan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, ular ijaraga olgan 3-nomerlik uyning eshigiga yana bir temir eshik bekitgan. Qo'lim qo'shnilar bilan hech qanday aloqa qilishmagan. Ularning uydan pat-pat jadal ovozi kelgan. Saqchilar xalqaroliq yo'lovchilar kelish binosi oldidagi barliq kameralarni tekshirgan va 3 hujumchining aerodromga kelib, yarim soat saqlagandan keyin o'xshash bo'lmagan 3 yo'nalishga tarqalganligini bayqagan. Sharq Turkiston tashkilotlarining rahbarlari bosh ministrning iftor ziyofatiga qatnashdi. Türkiye'de hakimiyet yürgüzüvatkan Adalet ve Terakkiyat Partisi İstanbul Şöbesi tarafından berilgen iftar ziyafetiga Şarkı Türkistan teşkilatlarının rehberleri mu teklif bilen katnaştı ve partiya rehberleri bilen söhbeti oldu. Türkiye'de hakimiyet yürgüzüvatkan Adalet ve Terakkiyat Partisi İstanbul Şöbesi tarafından berilgen iftar ziyafetiga partiya reisi ve Türkiye Baş Ministeri Binali Yıldırım iştirak kıldı. Türkiye'de faaliyet kılayotgan Şarkı Türkistan teşkilatlarının rehberleri mu teklif bilen katnaştı ve partiya rehberleri bilen söhbetli buluş fursati erişti. Adalet ve Terakkiyat Partisi İstanbul Şöbesi 25 iyun Cuma günü keç İstanbul Yenikapı Deniz sahilde an'anaviy iftar ziyafeti ötküzdü. Ziyafetge Türkiye Baş Ministeri ve partiya reisi Binali Yıldırım, köp sonli devlet erbapları, Türkiye'de faaliyet kılayotgan Türk ve chet ellik ommaviy teşkilat vekillerinden bulup, minglagan kishi katnaştı. Türkiye'de her sahada faaliyet kılayotgan Şarkı Türkistan teşkilatlarından Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyetining reisi Hidayatullah O'g'uzxon, Yevro Asiya Tadqiqot Ta'lim Tarbiya ve İjtimoiy Farovonlik vaqfidan Abdulg'appar Tamuyg'ur, Sutuqbo'g'raxon Ilm ve Madaniyat vaqfidan Ramazan Chamlija apandilar faoliyatga taklif bilan ishtirok qildi.
İftar faoliyatiga qatnashgan Hidoyatullo O'g'izxon apandining bildirishicha, iftarda davlat arboblari, ommaviy tashkilot vakillari va ilm sohasidagilar bo'lib, nurg'un kishi bilan uchrashish, suhbatlashish fursati bo'lgan. Xususan, u Adolat va taraqqiyot partiyasi muavin raisi Arul Kaya va idora hay'at a'zosi Ayxon O'gan bilan ko'rishib, jamiyat xizmatlari haqida ma'lumot bergan. O'tgan hafta Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Cumhur raislik saroyida bergan iftorga Sharq Turkiston tashkilotlarining vakillarini taklif qilgan edi. Xitoy Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va faoliyatchilarini terrorlik bilan ayblayotgan bir sharoitda Turkiya davlat rahbarlarining ularni faoliyatga taklif qilishi va qabul qilishi Sharq Turkiston da'vosi uchun muhim ahamiyatga ega. Xitoy Sharq Turkistonda eng ko'p o'lim jazosi ijro qilmoqda. 6-navbatlik Dünya Ölüm Cezasıga qarshi turish qurultiyi bayonot e'lon qilib, Xitoyning dunyo bo'yicha o'lim jazosini ijro qilishda eng oldingi qatordagi davlat ekanligi, shunaqla o'lim jazosini eng ko'p Uyg'urlarga ijro qilayotganligini ta'kidladi. 6-navbatlik Dünya Ölüm Cezasıga qarshi turish qurultiyi 21-iyun Norvegiyaning Oslo shahrida boshlanib, 23-yilgacha davomlashdi. Yig'inga taxminan 20 davlatning ministeri, 200 atrofida diplomat, parlament a'zolari, shundaqla akademiklar, advokatlar va ommaviy tashkilotlarning vakillari bo'lib, 90 dan ortiq davlatdan kelgan 1300 ga yaqin kishi qatnashdi. Bu yig'inga qatnashayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiy komitetining mudiri Dulqun Aysa apandining bildirishicha, yig'inda Sharq Turkistondagi o'lim jazosi masalasi o'tirg'a qo'yilgan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni atalmish bo'lgunchilik terrorlik nomida ayblab, xohlagancha o'lim jazosi berish va ijro qilish ahvollari ko'paymoqda ham ayblashga uchramoqda. Yig'inda Xalqaro kechirim tashkilotining bu yil aprelda tayyorlagan 2016-yillik Dunyo o'lim jazosi dokumenti sunildi. Dokumentda Xitoyning dunyo bo'yicha o'lim jazosini ijro qilishda eng oldingi qatordagi davlat ekanligi, 2015-yilda Xitoyda o'limga hukm qilinganlar sonining 1000 dan oshganligi, ammo Xitoyning bu ma'lumotlarni oshkorlashni xohlamaydiganligi ilgari surildi. Dokument yana Xitoyning o'lim jazosini eng ko'p Uyg'urlarga ijro qilayotganligi tanqidlandi. Hamda zo'ravonlikqa, terrorlikqa va diniy asabiylikka qarshi kurash shuari ostidagi qattiq zarb berish harakatlarida Uyg'urlarning eng ko'p o'lim jazosining qurboni bo'layotganligi ta'kidlandi. 6-navbatlik Xalqaro o'lim jazosiga qarshi turish qurultiyining tunji navbatligi 2001-yili Fransiya Strasburg shahrida chaqirilgan edi. Ramazonda Uyg'urlar qasam berishga majburlandi. Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarni Xitoy bayrog'i oldida qasam berishga majburladi. Ramazonning oxirgi 10 kuni butun dunyo musulmonlarining ibodat qilish irodasi oshadigan va bu kunda barliq musulmonlar butun vaqtini ibodat uchun xos qilishga tirishadigan bir vaqt. Mana shunday bir kunda Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzchilari Maralbeshi noyasining Seriqbuyi bozori Ko'taklik 22-kantida 6-ayning 26-kuni, ya'ni Ramazonning 21-kuni kanatdagi musulmon xalqni Xitoy kommunist bayrog'i oldida qasam berishga majburlagan. Tangritog' to'ri 6-ayning 28-kuni bu to'g'risida bergan qisqa bir xabarida buni tasdiqlagan. Hamda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi tashviqot koniyi bo'lgan Shene TV'da yana bu xildagi qasam bergizish faoliyatining Yupurg'i noyasining ochiq yezisidami 6-ayning 26-kuni elib berilganligi to'g'risida xabar berilgan. Sharq Turkistonda inson qalbidan chiqqan razilliklar bilan siyosiy qirg'in va milliy diniy yo'qotish harakatlarini faol turda elib berayotgan Xitoy tajovuzchilari Ramazon mazgildimi Uyg'ur musulmonlarining e'tiqodiga haqorat qilib, ularni dinsiz kommunist bayrog'i oldida qasam berishga majburlashi Uyg'ur musulmonlarining g'ururi va iymoniy tuyg'usi bilan o'ynashganlik va shundaqla barliq dunyo musulmonlarini ko'zga ilmaganligi bo'lib hisoblandi. G'uljida dehqonlarning ochliq setib berishi talab qilindi. Xitoy tajovuzchilarining G'ulji shahridagi ochliq punkti Eli viloyatida ig'ir darajada kalkun ofati yuz berganligiga qaramay, yanala xalqdan ochliq setib berishini talab qildi. Tangritog' to'rining 6-ayning 24-kunidagi xabarda aytilishicha, Xitoy tajovuzchilarining G'ulji shahridagi ochliq punkti ochliq setib olish tashviqotini keng qanot yaydirgan. Bu tashviqotda dehqonlarning Xitoy hokimiyatiga ko'plab ochliq setib berish to'g'risidagi Xitoy siyosatlari tunishtirilgan bo'lib, maxsus odam tashkillab har qaysi yezi kanatlargacha avatilganligi bildirilgan. Undan boshqa G'ulji tavalligida 3 o'ringa ochliq setib olish o'rni tasdiqlangan bo'lib, bu yilgi ochliq setib olish nishoni 5500 tonna ekan.
6 ayning 17 va 18 kunlari Xuljini o'z ichiga olgan Eli viloyatida ig'ir darajada kelkun ofati yuz bergan bo'lib, bu ofatda 29787 dehqonning 15080 gektar ziroati buzg'unchilikqa uchradi. Bu qadar zo'r ofatga uchragan bir yurtdagi kishilarga Xitoy tajovuzchilarining yana ulardan ochliq setib berishini talab qilib chiqargan bu tashviqoti tajovuzchilarning Sharq Turkistondagi yerlik xalqning beshiga kelayotgan har qanday bir tabiiy ofatlarga parvo qilmaydiganligi, Sharq Turkiston xalqi qon yig'lasa to'y o'ynaydiganligidan iborat bir reallikni ko'rsatib bermoqda. Xitoy yana bir Turkiya garajdonini Urumchiga kirgizmadi. Urumchi shahrida turadigan ayoli va o'g'ilni ko'rish uchun borgan Turkiya garajdonligidagi Uyg'ur Urumchiga kirgizilmadi. 36 soat saqchilarning qo'lda tutib turilgandan keyin Turkiyaga qaytarib etildi. Egalanishcha Turkiyada o'qituvchilik qilgan Hidoyatulloh Ko'kturk apandi 6 oyning 23-kuni Istanbuldan Xitoy Janub Avasiyasining aeroplaniga o'tirib, soat 14 atrofida Urumchi xalqaro aeroportiga yetib kelgan. U tamojindan o'tish jarayonida tutib ketilgan va so'roq qilingan. Turkiya Milliy ma'arif ministrligi qarmog'idagi bu o'qituvchi saqchilarning qo'lida bir kundan ortiq tutib turilgan. 24-da u saqchilarning nazoratida Istanbulga uchadigan aeroplanga selib qo'yilgan. Uning yanifon, pasport va oyoqlariga qadar barliq shaxsiy buyumlar tortib olingan bo'lib, aeroplanga chiqish asnosida uningga qaytarib berilgan. Saqchilar uning ayoli va o'g'li bilan telefonda ko'rishishiga, yaqinlariga telefon qilishiga yo'l qo'ymagan. Yuqorqi xabar turkcha chiqadigan ko'k bayroq to'g'rida berilgan bo'lib, Turkiya Tashqi ishlar ministrligi doiralarining bu xil ishlarga yetarli darajada ahamiyat bermaganligiga qarata afsuslanish hissiyoti ifodalangan. Egallanishicha, Hidoyatulloh Ko'kturk o'tgan asrning 60-yillarida Turkiyaga hijrat qilgan Uyg'urlarning farzandi bo'lib, Turkiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan. O'tgan oyda yashangan turk ma'murlaridan tashkil topgan bir sayohat o'miki Urumchiga kirgizilmay aeroportda Turkiyaga qaytarib etilgan va bu ish bir mahal g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Yo'qolib ketgan Uyg'ur farzandlarining echinishlik realligi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur farzandlarining yo'qolib ketayotganligi munosabatlik bir qism surat va qisqa sin filmlar farzandlarimizning echinishlik holini oshkorlab bermoqda. Yaqinqi mezgillarda Öndidar va shuningga o'xshagan bir qism aloqa vositalarida Sharq Turkistondagi Uyg'ur farzandlarining yo'qolib ketayotganligi munosabatlik bir qism surat va qisqa sin filmlar keng tarqalmoqda. Buning ichida odamning yuragini eng ezidigini bu sabiylarning Xitoylar tarafidan ichki o'lkalarda tilamchilikka selinish va ichki a'zolarining elib olinib jasadlarining xoligan yerlarga tashlab etilishidir. Yaqinda Xitoyning Sichuan o'lkasining Jiangnan nahiyasida tilamchilikka selinayotgan 2-3 yoshlar atrofidagi budur chochliq bir Uyg'ur qizchaqning surati keng tarqalgan. Odamning havasini keltiruvdak darajadagi chiroyli bu qizning puti meyib qilib etilgan bo'lib, tilamchilik harusiga selingan holda bir Xitoy tilamchi tarafidan tilamchilikka selinmoqda edi. Surat bilan birga tarqalgan tushuntirishda bu qizning setib etilgan qiz ekanligi deyilgan bo'lib, bu qizchaqning ismi yoki yurti to'g'riliq hech qanday ma'lumot berilmagan. Faqat qizchaqning qutqizib olinganligi va ota-onasini izlaydiganligidan iborat qisqa uchur berilgan. Undan boshqa yana Guangzhoudan tepib olingan 3 kichik Uyg'ur bolasi bilan 3 yoshlar atrofidagi 2 Uyg'ur qizning uchuri tarqalgan. 4 sekundlik yana bir qisqa sin ko'rinishida yo'galgan raq qon yo'qi holatda bo'lib, yuzlari og'ir darajada zaxmi bo'lgan taxminan 6-7 yoshlar atrofidagi bolaning jasadini dadasi bag'riga bosib yig'layotgan echinishli bir manzara tortib olingan. Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi zulmi kun sayin og'irlashishga ergashib, yo'qolib ketayotgan Uyg'ur farzandlarining soni mos holda odamni cho'chitgudek darajada ko'p bo'lmoqda. Kuzatuvchilar bu rasm va qisqa sillarning Sharq Turkistonda yuz berayotgan echinishlik bola yutib ketish voqealarining ichidagi necha 10 mingning kichikgina oshkora bo'lgan bir qismi ekanligini aytish bilan birga, inson qalbidan chiqqan bu xildagi jinoiy harakatlarning orqasida Xitoy tajovuzchilarining nejis qari qo'lining borligini oshkora qilmoqda. Angliyaliklar Yevropani noumid qo'ydi. 6-ayning 23-kuni payshanba Angliya xalqi Yevropa ittifoqida qilish yoki ayrilib chiqib ketish masalasi bo'yicha umumiy xalq ovoz berish saylami o'tkazdi. Natijada Yevropa ittifoqidan ayrilish tarafdorlari 51.89 ovoz bilan g'alaba qildi. Angliyaliklar Yevropa ittifoqida qilish qolmaslik masalasida umumiy xalq ovoz berish faoliyati o'tkazdi. Yevropa ittifoqidan ayrilish tarafdorlari ozroq ustunlik bilan g'alaba qildi.
Yevropa ittifoqida qilish tarafdori bo'lgan bosh vazir Cameron vazifasidan iste'fo beradiganligini jakarladi. 6-oyning 23 kuni payshanba Angliya, ya'ni to'liq nomi bo'yicha Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashma podshohligi Yevropa ittifoqida qilish yoki ayrilib chiqib ketish masalasi bo'yicha umumiy xalq ovoz berish saylami o'tkazdi. Juma kuni tushdan burun bilet tashlash natijasi chiqdi. Yevropa ittifoqidan ayrilish tarafdorlari 51,89 ovoz bilan g'alaba qildi. Yevropa ittifoqidan ayrilish tarafdorlarining rahbari bo'lgan Nigel Farage juma kuni saharda qo'llovchilarga 23-iyunni Angliyaning mustaqillik kuni qilib tarixga yezish kerakligini aytdi. Uning rahbarligidagi Mustaqillik partiyasi ko'chmanlarni qabul qilishga eng qattiq qarshi turib kelgan. Yevropa ittifoqida qilish tarafdori bo'lgan bosh vazir Cameron juma kuni tushdan burun bu ishga kuchlik inkos qaytardi. U intayin umidsizlanganligini bildirdi. Shundaqla xalqning tanlashiga hurmat qildiganligini va iste'fo beradiganligini aytdi. Yevropa rahbarlari Angliya xalqining qaroriga afsuslanganligini bildirishdi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Angliya xalqining qaroriga diqqat qilganligini va buningdan afsuslanganligini aytdi. Bu uning Yevropaning bir gavdalashishiga berilgan bir zarba ekanligini bildirdi. Yevropa Kengashining raisi Donald Tusk Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishi bir xatolik dedi. Fransiya prezidenti Hollandi Angliyaning qaroriga qattiq afsuslanganligini aytdi. U Yevropa uchun qattiq afsuslanyapman, lekin bu Angliya xalqining qarori. Hurmat qilishimiz lozim dedi. Amerika prezidenti Obama Angliya xalqining tanlashiga hurmat qilganligini, Yevropa ittifoqidan ayrilgandan keyin Angliyaning Amerika uchun yanada muhim ekanligini bildirdi. Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishiga eng keskin qarshi olish pozitsiyasi bildirgan davlat Turkiya bo'ldi. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Angliya xalqining tanlashiga hurmat bildirdi. Shundaqla ko'chmanlar krizisi va Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinish qarorining Yevropa ittifoqining pozitsiyasi va mavqesi haqida qayta o'ylanishni taqozo qilganligini eskartdi. Turkiya bosh ministri Binali Yildirim Yevropaning ko'chmanlar masalasidagi beparvoligini aybladi. Yevropa ittifoqining musofirlar masalasida sinoqdan o'tilmaganligini va Angliya xalqining qaroridan obdan savoq elishi lozimligini aytdi. Xabar qilinishicha, natija e'lon qilinish bilan Angliya fundi sterlingining Amerika dollariga bo'lgan almashtirish nisbati 1985-yildan buyongi eng tuvan nuqtaga tushgan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishidek tarixiy qarori xalqaro bozorni tavratdi. Xabarlarda ma'lum bo'lishicha, juma kuni Tokiodan Yevropaga bo'lgan pay cheki bozorlarda muqimsizlik va zo'r tushish ahvoli kelib chiqqan. Osiyo Tinch okean bozorida tavrinish gavdlik bo'lgan. Tokio aksiya bozori sodin to'xtatishga majbur bo'lgan. Koreya, Xitoy va Hong Kong paychek bozorlarida umumyuzlik tovanlash ko'rilgan. Turkiya bilan Rossiya munosabatini normallashtirishga boshladi. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki davlat munosabatini asliga keltirish masalasi ustida telefonda ko'rishdi. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin ikki davlat munosabatini asliga keltirish masalasi ustida telefonda ko'rishdi. Telefon suhbatida Turkiya Rossiya orasidagi ikki taraf munosabatlarining normallashtirilinishining ahamiyatining ta'kidlanganligi, ikki taraf munosabatlarini qaytadan jonlantirish uchun kerakli qadamlarni tashlash bilan birga rayondagi siyosiy, iqtisodiy va insoniy krizlarga qarshi hamkorlik o'rnatishning ahamiyatiga ishorat qilinganligi bildirildi. Shuning bilan birga Rossiya bosh ministri Dmitriy Medvedev Turkiyaga qartilgan iqtisodiy cheklimlarni qadam-qadam bo'shatadiganliklarini eskartdi. Medvedev prezident Vladimir Putinning yo'l yo'riqiga asosan Turkiyaga qartilgan iqtisodiy cheklamalarning bekor qilinganligini jakarladi. 2015-yili 11-oyda Turkiyaning o'z havo tavalligiga daxl taruz qilgan bir Rossiya jang aeroplanini etib tushirib o'tishi bilan ikki davlat munosabati yomonlashgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmasi mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmani ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.